qizli paytinda dam bergan yigitlaringga o'xshab, tfu senga. Bitta oshi toy oshi ko'rinishda qila olmaysanmi, uyatsiz. Shu yoshgacha yo kuydirib, yo shovlidek qilib meni pishirasan. Instada birovni eri gul sovg'a qilganini ko'rguncha, to'g'ri osh qilishni o'rgan. Avval qozonga 2 xil yog' solasan, dumba yog'i va o'simlik yog'i. O'tirib yeyverib, semirib, yog' bosgan qo'y go'shtidan olib qovurasan. Piyozni oftobda quyosh urgan odamdek qizartirib pishirasan. Yod sinovlarida maydalanib to'ralgan sariq sabzi bilan tegirmonga tushib ham jon saqlagan ziravorlarni ham solasiz. Sabring kosasi to'lib toshib ketgan bo'lsa ham, oshga kamroq to'lar to'lmas suv solib, miltilatib qaynatishga qoldirasan. 8 marta cho'milib, ivitilgan guruchni qozonga solasan, bir tekis qilib yoyasan. Ustiga qaynoq suvni ozgina solasan va suv tortishini kutasan. Qalbing teshiklariga o'xshab shunaqa teshib chiqasan va qizli paytinda dam bergan yigitlaringga o'xshab bunga ham qopqog'ini yopib dam berasan. Ana haqiqiy to'y oshi tayyor bo'ldi. Reels ko'rguncha ovqatingni boshla, hademay saharlikka nima qilaman deb o'ylab qolasan. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ygin. Senga o'zim urmasdan, so'kmasdan ovqat qilishni o'rgataman.